Bilasizmi, Yer sayyorasida biz qancha kishi bo'lib yashaymiz? Aynan mana shu savolni eshitguningizga qadar biz yana 5 kishiga ko'paydik. Aziz do'stlar, Yer sayyoramizda har bir soniyada 2 yoki 3 kishi dunyoga keladi va har soniyada 1 yoki 2 kishi vafot etadi. 2026-yilning iyun oyiga qadar biz Yer sayyorasida insoniyat 8 milliard 300 million kishidan oshdik. Keling do'stlar, ozgina tarixga yuzlanamiz. 1800-yillarda yer yuzida insoniyat 1 milliardni tashkil etgan. 1930-yilda esa 2 milliardga yetganmiz. E'tibor qiling, biz 2 milliard, ya'ni 1 milliardga ko'payishimiz uchun 130 yil talab qilingan. Endi hayron qolasiz. Biz 2022-yilda esa 8 milliarddan oshdik. Ya'ni biz 92 yil davomida 6 milliardga ko'payishga muvaffaq bo'ldik. Keling do'stlar, tasavvur qilamiz. Butun dunyodagi barcha insonlar yelkama-yelka turib, to'g'ri chiziq bo'ylab yer sharini aylana shaklida biz o'rab olsak, necha marta aylanib keladi? E'tibor qiling, 1 emas, 2 emas, 10 emas, balki 93 marotaba aylanishga muvaffaq bo'ladi. Ha, do'stlar, biz juda ham ko'pmiz. Va bir narsaga men hayronman. Bizni yashab turgan dunyomizda juda ko'p odamlar bor va lekin bu videoni aynan siz tomosha qilyapsiz. Shunday ekan, bizni kanalimizni qo'llab-quvvatlab, bittagina like va obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Biz nega bunchalik tez ko'payib ketdik? Chunki insonlar rivojlanishi boshlandi, tezlashdi. Tibbiyot rivojlandi. Tibbiyotda antibiotiklar, har xil kasalliklarga har xil dorilar paydo bo'ldi. Odamlar yashashi uchun o'z hayot tarzini o'zgartirdi. Ertalab turib sport bilan shug'ullanadigan bo'ldilar. Va ovqatlanishda ham eng vitaminga boy ovqatlarni tanlab yeydigan bo'lishdi. E'tibor qiling, ayrim rivojlangan davlatlarda 90 balki 100 yoshdan oshgan bo'lsalar ham ular erta tongdan turib sport bilan shug'ullanishadi. Maqsad esa uzoq umr ko'rish. Xo'sh aziz do'stlar, Yer sayyoramizda eng ko'p aholisi bilan 3 ta o'rinni sanab o'tamiz. Birinchi o'rin Hindiston 1 milliard 470 million kishi bilan. Ikkinchi o'rinda Xitoy 1 milliard 410 million kishi bilan. Uchinchi o'rinda esa Amerika Qo'shma Shtatlari 349 million kishi yashaydi. Mutaxassislarning aytishicha, 2037-yilga qadar biz Yer sayyorasida 9 milliard bo'lar ekanmiz. Sizningcha, agar biz 10 milliard kishiga yetsak, Yer sayyorasida oziq-ovqat va ichimlik suvi yetadimi? Kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Hurmatli qiziquvchilar, videoni aynan mana shu joyda yakunlaymiz. Bundan keyingi qiziqarli videolar bilan quruq qolmaslik uchun albatta obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Agar sizga video yoqqan bo'lsa, albatta like bosing. Kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Bundan keyingi videolarimizni yana ham sifatli, yana ham qiziqroq bo'lish uchun bizni kanalimizda rag'batlantirish uchun opisaniyada ssilka va karta raqamlar bor. Rahmat.